Barchaga assalomu alaykum. Hammamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Shu ulug' kunlarda bir kichkinagina ajoyib bir xonadonimizga tashrif buyurdik. Sokil va pol qismini yuvib bergani, sokilga angola bilan kerilgan ekan. Yuvib, chiroyli qilib laklab berdik. Uje choklaridan suvlar chiqib, sho'rlar oqarishni boshlagan ekan. Buni chiroyli qilib asl holiga qaytarib berdik. Mana hovlining ichkari qismi, ko'ringlar. Brut sotili hovlicha ekan. Havas qildim, gap yo'q. Poliga mana 60-30 kafel bosilgan ekan. Qolini ham yuvib berdik. Mana ichkari sokil. Arzonlari bilan. Ko'ringlar. Qora qilib berdik. Chiroyli, yana ham chiroy qo'shib oldi. Uyni dizayni bilan mehnatga bittalak bosib qo'yasizlar. Sizga ham mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan o'may qoldiryapman. Topilmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beramiz.